Bir kechalik kelinchak. Muallif Umida G'aybullayeva. 14-qism. Videoni boshlashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni 10 minglab, 15 mingtalab odam ko'ryapti, lekin afsuski obunachilarimiz soni hali 2000 taga ham yetmadi. Iltimos, obuna bo'ling. Hali sen shunaqamiding? Dedi Nasiba uning o'ziga uzangan qo'lini siltab tashlab. Anavi iflosning nog'orasiga o'ynadingmi? Xudodan qo'rqmaysanmi? Bu xotin yaxshilikchasiga ko'nmaydi baribir, dedi Furqat turgan yerida. Bilol, va'dang boshqacha edi-ku. Nega qoqqan qoziqdek qotib turibsan? Olib kirmaysanmi kelinni? Kuyov kutib qoldi. Nasi unga yaqinroq kelib, qulog'iga shivirlay boshladi Bilol. Yaxshi qiz bo'l. Omborga kirsang bas, hammasidan qutulasan. Nozim niyatiga yetadi-yu vassalom. Keyin biz omborni yo'qvoramiz. Ortiq xor bo'lmaysan. Abadiy uyquga ketasan. Nima? Nasiba shu savolni berishgagina ulgurdi. Dafatan serqatnov yo'l tarafdan ikkita militsiya mashinasi sirenalarni yoqqancha katta tezlikda kirib keldi. Keyingi voqealar shu qadar tez sodir bo'ldiki, Nasiba xayollarini-da yig'ishga ulgurmay qoldi. Militsiyalar Bilolni ham, Furqatu yonidagi gumashtalarni ham qo'lga olishdi. Qo'llarini kishallab, negadir Nasibaning qarshisiga yetaklab kelishdi. Shunda militsiya mashinasining biridan Nasibaga tanish chehralar tushib keldi. Biri prokuror, ikkinchisi esa Furqatning otasi Qudrat Karimovich edi. Prokuror Nasibaga boshini quyi solgan ko'yi yaqinlashib kelib past ovozda salom berdi. Ketidan Qudrat Karimovich ham salomlashdi. Ammo Nasiba bu salomlarga alik oladigan holatda emasdi. Xayollari butkul chalkashib ketgandi. Nimalar bo'layotganini anglay olmay halak edi. Bilgani Furqat va Bilol uni Nozim deganiga qo'shib berishni, keyin esa yolg'iz o'zini omborga qamab, yoqib yuborishni mo'ljallagani edi. Singlim, baxtingiz bor ekan, dedi prokuror o'rtadagi jimlikni buzib. Yaxshiyam agenturamiz yaxshi ishlaydi. Yo'qsa sizday beg'ubor, beziyon qiz mana bunaqangi iblis malaylarining qo'lida o'lib ketishi hech gap emas. Xudoga aytganingiz bor ekan. Nega bunday bo'ldi? So'radi Nasiba yig'lamsirab. Men ularga hech qanaqangi yomonlik qilmadim-ku. Ayting, nima yomonlik qildim? Sizning pullaringiz kerak edi ikkalasiga. Sababi shu xolos. Keyin bilasizmi bular kim? Bular aslida aka-uka ekan. Ana, Qudrat Karimovichday odam ham bugun bilib qopti. Shu inson bizni yo'lga otlantirdi. Aslida militsiyaning ishiga aralashishga mening haqqim yo'q edi, buni bilasiz. Lekin akaning hurmati uchun men ham birga keldim. Ha qizim, men farzand o'stirmagan ekanman, dedi Qudrat Karimovich ko'z yoshlarini tiya olmay. Bilol ham mening o'g'lim ekanini hozirgina bildim. Bir paytlar Buxoroda buning onasi rahmatli bilan nikohimiz bo'lgan. Lekin Furqat ikkovi topishishi, sizday begunoh qizni o'rtaga olib mayna qilishi, it kuniga solishi yetti uxlab tushimga kirmaganda. Esingizdami? Furqat marazlik qilganda ham o'zim birga borib kechirim so'ragandim sizdan. Kechirmagandingiz, to'g'ri qilgandingiz. O'shanda bekor sizdan xafa bo'lgan ekanman. Bundaylarni Xudoyam kechirmaydi. Mana, endi men bu nonko'rlar uchun o'lib qolsam ham kechirim so'ramayman. Aksincha, bular qilmishiga yarasha jazo olishini xohlayman. Agar prokurorlar sud jazo bermasa, o'zim talab qilib turib olaman. Ularning yer yuzida yashashga ham haqqi yo'q aslida. Bular mening yuzimni ham yerga qaratdi. Nonko'rlik qildi. Nasiba barchasini eshitib, idrok etib turardi. Biroq javob qaytarishga ojiz edi. Alam, nafrat, pushaymonlar shukronalik gapirishga qo'ymasdi. Nimadir deyishga chog'landi deguncha o'pkasi to'lib kelardi-da, bo'g'ziga nimadir tiqilgandek tek qotardi. Singlim, dedi prokuror militsiya ofisiga aybdorlarni mashinaga olib borishni ishora qilish orqali tayinlarkan. Hammasini eshitdim. Bilol siz bilan tanishish, ishonchingizga kirish ilinjida klub yonidagi mushtlashuvni uyushtirgan va shuning bahonasida siz bilan yaqin bo'lib olgan. Aytgancha, biznesingizni buning nomiga xatlab berganingizdan ham xabarim bor. Xavotir olmang. Men notariusga tayinladim. Bugunoq hammasini nomingizga qayta rasmiylashtirib, uyingizga boradi.
Faqat iltimos, bundan keyin hushyor bo'ling. Yomonlarning aldoviga uchmang. Nasiba yana hech narsa demadi. Achchiq ko'z yoshlari lablarini kuydirib o'tganini ham sezmay turaverdi. Militsiya mashinalari Qudrat Karimovich prokuror Xayr ma'ruz qilib ketishgandan keyin ham ancha vaqt turib qoldi. Shu ko'yi turaverdi. Biroq hech narsa o'ylamadi. Qayg'u chekmaslikka urindi. Xayolan yaratganga shukr qildi, tavba qildi. Qornidagi bola bezovta tipirchilay boshlagandagina hushiga kelib sergaklandi va mashinasiga o'tirib motorga o't qo'ydi. Oradan 20 yil vaqt o'tdi. Garchi Bilolni ko'rishga ko'zi bo'lmasa-da, qiz farzand dunyoga keltirdi. Qizini yer-u ko'kka ishonmay avaylab tarbiya qildi. Qonida bor ekanda. Nafisa ulg'aygach, shaharning ko'zga ko'ringan, obro'li va salobatli yuksak onasiga yordamchi bo'ldi. Ikkovlashib ham qancha to'siqlarni yengib o'tishdi. Suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib deganlaridek tijorat, tadbirkorlikning qattiq nonini ahil bo'lib, bir-birlarini suyib, qadrlab, olqishlab baham ko'rishdi. Nasibaga alam qilardi. Jondan aziz qadrdon onasi Nafosat ayani burnog'i yili tuproqqa topshirdi. Nafosat ayasiz dunyoda keng va go'zal hovlisi huvlab qolgandek ancha vaqt yig'lab yurdi. O'sha lahzalarda ham Nafisa unga dalda bo'ldi, ovutdi, ko'nglini ko'tardi. Faqat shu qizidan bir gapni yashirgani hamon tinchlik bermaydi. Otasi Bilol ekanini aytmadi, ayta olmadi. 20 yil shu sirni ko'ksiga mahkam berkitib keldi. Nafisa gohida otasini surishtirib qolardi. O'shanda yurak yutib, zardob yutib, otang o'lgan deyishdan nariga o'ta olmadi. Bilmaydi. Bu qizg'onishmidi, g'ururmidi yo telbalikmi? Ishqilib Bilolni qizining otasi ekani haqidagi haqiqatni yuzaga chiqarmadi. Buning o'rniga tun kun Xudoyimdan Bilolga jazo so'radi. O'z o'tmishini eslaganda yig'lab, siqtab unga jazo so'rayverdi. Furqatni ham qatordan qo'ymadi. Uni esladi deguncha qachonlardir yetilib kelayotgandagi ahvoli, tuflisining poshnasi tushib qolgach, yalangoyoq ketayotgani, Furqat o'shanda yaltiragan xorij mashinasida yaqinlashib kelgani, ortidan qolmagani, xullas barchasi ko'z oldida gavdalanaverdi. Yaratgan egam, o'zingga haq ekanman, dedi har nola qilganda. Mana, yuzimni yorug' qilding. Xalq, mahalla, ko'y, qavm qarindosh oldida aziz qilding. Yolvoraman, menga ham o'lgunimcha bir marta bo'lsa ham o'sha marazning yalangoyoq, xorzorlikda ko'cha kezishini ko'rsat. O'shanda men ham uning yonidan o'zimning yarqiragan xorij mashinamda o'tib ketay. Meni ko'rsin u ichidan zil ketsin. Bilolga ham shu kunlarni ko'rsat. Ko'rsatgin Xudoyim, ko'rsatgin. Alloh suygan bandalarini hech qachon noumid qo'ymaskan. Yosh paytlarda ham so'rasa Xudoyim beraridan qismasdi. Bu safar ham azaliy oqlari yetib boribdi. Nasiba qizini yoniga o'tkazib shahardagi katta bozor yonidan o'tib borayotganda ikki tanish basharaga ko'zi tushdi. Ularning biri novcharoq, ikkinchisi pakanaroq edi. Ikkalasi ham kir-chir, ming yamoq kiyimda. Soqollari o'sib ketgan, boshlari egilgancha qolgan, telbalarcha bir-birlariga nimadir deya beo'xshov va jirkanch kulardi. Ular Furqat va Bilolning o'zginasi edi. Voy tavba qildim, deya mashinani ularning ro'parasiga to'xtatdi. Qanchalar mehribonsan Xudoyim. Ko'rsatding-a, baribir ko'rsatding. Qara, shu kunga tushishlarini so'rovdim o'zingdan. Tushiribsan-a, o'zingga shukr, boringga shukr. Nafisa qizim, Nasiba yonida hayron bo'lgan kuyi bir ko'cha yuzdagi ikki kimsaga, bir unga qarab ketayotgan qizga yuzlandi. Anavilarni ko'ryapsanmi? Bo'mishlarnimi? Deya yana jiddiylashdi Nafisa. Oyi, nega ularning ro'parasida to'xtadingiz? Sadaqa qilmoqchimisiz? Shu bo'mich alkashlarga-ya? Ular bo'mich bo'lmay turib, juda boy odamlar edi, dedi qiziga tik boqib Nasiba. Kechir, shu paytgacha otang o'lgan deb keldim. Haqiqatni bilishingni istamadim, lekin haqiqatdan qochib qutulib bo'lmas ekan. Mana shularning biri, hov anavi bo'ydori sening otang Bilol bo'ladi. Xabaring bor, men aytib berganman, aka-ukalar meni sindirmoqchi bo'lishganini. Esladingmi? Ha, oyi, esladim. Mana shularmidi? Ha, shular edi. Bular aka-uka.
Pastrog'ini men ahmoq bir paytlar yonib sevgandim. U esa ha mayli, o'tmishni yodga olib yig'lashdan, dard chekishdan foyda yo'q. Bilib qo'ysang bas. O'sha novcharog'i sening otang Bilol. Istasang bor, tushib ko'rishib kel, o'zingni tanishtir. Men qarshilik qilmayman. Zarar kelgani yo'q, oyi, dedi Nafisa qovoq o'yib. Boylarning xonadonida tug'ilib o'sgan qizlar odatda erka va injiq, xudbin, dimog'dor bo'lishadi. Jahlini chiqarsangiz u qayshoqlardan ekaningizni sezib qolishsa, sen o'zi kimsan? Kuchala yegan yeringga borib kuchan. Haddingni bil. Qabiladagi haqoratlarni yog'dirishdan ham toymaydi. Xayriyatki, hademay 20 yoshni qarshilaydigan Nafisa bunday nuqslardan mosuvo bo'ldi. U go'dakligidan sevimli onasi Nasibaning ne azobda ishlashlarini, tortgan xo'rliklarini, nadomat va armonlarini baravar yelkasida ortmoqlab o'sdi. Ko'cha-ko'yda qiynalgan odamlarni ko'rsa, so'nggi bir burda nonini da bo'lishga tayyor turdi. Faqat Nasiba boshdan o'tgan qiyinchiliklar Nafisaning ham boshiga tushib qolmasligi uchun uni bolalikdayoq sportga berdi. Nafisa onasining xohishi bilan karatechi bo'ldi. Shu narsa hali 10 gulidan bir guli ochilmagan qizni sal erkak shodaroq qilib qo'ydi. O'ziga kuchiga ishongani uchun maktabda ham sinfdosh o'g'il bolalar bilan xuddi o'rtoqlar kabi dadil turib suhbatlashardi. Xudo ko'rsatmasin, sinfdosh qizlardan biriga qaysidir o'g'il bola shilqimlik qilsa yoki ranjitadigan gap aytsa, shu zahoti o'rtaga tushardi. Kerak bo'lsa, o'sha bolaning qulog'ini cho'zib, burnini devorga ishqardi. Shularni qayta-qayta o'ylarkan, onasi qurib qo'ygan nufuzli kafelardan biriga kirib keldi. Shu yerda negadir xotirjam tortardi. Qo'liga bir chashka kofemi, choymi oldida uzoq-uzoq o'y surib turardi. Xo'randalarning kelib ketishlarini zimdan kuzatardi. Qachonki asabiylik narik chekinsa, asta o'rnidan qo'zg'alardi-yu uyga jo'naydi. Bugun ham shunday qilmoqchi edi. Ko'z o'ngidan kechagi manzara keta qolay demasdi. Onasi Nasibaning tuntlashib qolishi, ortda loyga botgan kiyimlari isqirt ikki erkakning biri otasi ekanini tasavvur qilgani sayin asabiy lab tishlay boshlardi. Bir ko'ngli baribir otasi borligidan to'la boshlasa, bir ko'ngli onasini xor-zor qilishga uringan bu tasqarini tepkilab tashla derdi. Ammo shaytonga qo'l berib o'rganmagan. Shaytonni o'sha isqirt otasidan ham ming chandon yomon ko'radi. Shuning uchun indamaygina qo'l siltab qo'ya qolishni afzal bilib, asta o'rnidan qo'zg'alib ketishga chog'landi. Biroq 2 qadam oldinga yurib ulgurmay, beixtiyor kafe burchagidagi barga ko'zi tushib, taqqa to'xtadi. Bas, stoykalari oldida xuddi o'sha kecha o'zi onasi bilan birga ko'rgani 2 isqirt erkak barmen bilan nima haqidadir bahslashardi. Chamasi barmen ularni chiqib ketishga undar, erkaklar esa 2 qo'lini ko'ksiga qo'ygancha nimalardir deb yolvorardi. Nafisaning qalbi beixtiyor larzaga keldi. Xuddi isitmasi ko'tarilgan bemor kabi a'zoyi badani o't bo'lib yona boshladi. Bilmaydi. Bu qanday his bo'ldiki, Nafisani hayajonlanishga, titrashga majbur etmoqda. Negadir oyoqlari ham o'sha tomon yurishni ixtiyor qilmoqda. Nafisa lablarini qattiq tishlagancha shosha-pisha barga yaqinlashdi. Erkaklar uni ko'rdi-yu, o'zlarini 2 qadam chetga oldi. Yo'q, bugun ikkalasi ham binoyidek kiyinib olibdi. Xuddi egizaklar kabi bir xil kiyinishgani Nafisani yanada ajablantirdi. O'zga qolsa, egizak bo'lsa kerak degan o'yga borardi. Onasi Nasibaning ular aka-uka ekan degan gapi esiga tushdi-yu, tilini tiydi. Bularga nima kerak ekan? So'radi barmendan narida turgan Furqat va Bilolga qarab olib. Tinchlikmi? Yo tilanchilik qilishyaptimi? Nafisaxon, jondan to'ydirib yuborishdi bu alkashlar. Arz qila ketdi barmen. Ertalab so'fi azon chaqirmasdan kelib olib, bir stakandan aroq so'rashuvdi. Berdim. Pulini hozir olib kelib topshirmoqchi edi. Olib kelishmabdi. Yana 2 shisha aroq berarmishman. Haqqini ertaga albatta yetkazisharmish. Bunaqalarning milliontasini ko'rib o'rganmiz. Olib kelmaydi. Turishni ko'ryapsiz-ku, bir-biridan isqirt. Bo'mishlar. Menga qarang. Dedi jiddiylik bilan Nafisa yana bir karra otasi bo'lmish Bilolga ko'z tashlab olib. Birovlarning ustidan kulish yaxshi emas. Xudoga ham xush kelmaydi.
Agar o'zingiz ham shularning kuniga tushib qolsangiz, nima qilardingiz? Keyinchi, mening yonimda hayotda do'qlamang qashshoqlarni. Tushundingizmi? Tilash barmen Nafisaning do'q po'ppisini eshitdi-yu, bosh eggan ko'yi ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Hali siz mengayam o'zingiz achchiq to'lg'oq yeb tuqqan shu kungacha erkalab dunyolariga ishonmay katta qilgan qizingizga ham ishonmaysizmi? Yo'q, aslo unday emas, dedi Nasiba kulimsirab. Shunchaki o'sha yaramas otang esimga tushib ketdi xolos. Senga esa biznes ekan-ku. Jonimni so'rasang ko'ksimdan sug'urib beraman. Sen bu aldoqchi, shafqatsiz, qonxo'r va yiringxo'rlar makon tutgan dunyoda yakka-yu yolg'izimsan. Senga ishonmasam, boshqa kimga ishonaman? Albatta ishonaman-da. Unda ertagayoq shu ishni tuzatishimiz kerak. Cho'zib bo'lmaydi. O'sha ifloslar men bilan gaplashsin endi. Voy qizim, tag'in birontasini yomon urib qo'ymagan. Bilib bo'ladimi? Qamatib yuborishdan ham toymaydi u qonxo'rlar. Xavotir olmang, dedi Nafisa onasining ikki yelkasidan tutib. Meni qamatadigan hali enasining qornida ham yo'q. Bo'pti. Ertaga sen aytganday hamma ishimni xatlab beraman. Hozir yur. Osh lanch bo'lib ketdi. Birgalashib yeylik. Sarvari olamga tun cho'kdi. Oymomo zamin uzra sayr qilib, zo'riqqanlarga o'z nurlarini tarata boshladi. Shaffof nurlarini hech kimdan, yaxshidan, yomondan, dilozordan, qotildan, shoh va gadodan ham darig' tutib o'tirmadi. Barchaga o'zining iliq taftini hadya etishda davom etdi. Shu pallada Nafisa hashamatli yotoqning hashamatga burkangan karavotida derazadan Oymomoni jimgina tomosha qilardi. Ha deganda ko'zlariga uyqu qo'navermaganidan miyasini turli o'ylar zaptiga ola borardi. Ana endi men olchoqlar, poraxo'rlar, tekinxo'r va o'g'ri-yu bosqinchilarga ko'rsatib qo'yaman, o'ylardi. Mening onam ne mashaqqatlarda topgan pullarni talant-taroj qildirib qo'ymayman. Agar shu ishni qila olmasam, o'lib ketaverganim yaxshi. Birgina onasining og'rig'ini yengil qila olmagan farzandning yashashga ham haqqi yo'q. Darvoqe, ko'zimni yumdim deguncha o'sha dilozor, shafqatsiz, tosh yurak, battol otamning siymosi xayolimda gavdalana boshlaydi-yu, unga na achinaman, na g'azablanaman. Ko'nglimning tub-tubida miltillagan chiroq yonib turgandek bo'ladi. U mendan otamga yaqin borishimni, unga yordam berishimni talab qilaveradi. Boshqa bir chetida esa zulmat hukmron. Zulmat mendan u odamni nari haydab solishni, gunoh bo'lsa-da o'ldirib yuborishni, onamning o'chini olishni talab qiladi. Nima qilay? Meni dunyoga keltirgan odamga qanday qo'l ko'taraman? Otam-ku, yordam bersam tag'in onamning ko'ngli o'ksimasmikin? Jilvirabgina qolgan yuragi g'am anduhga to'lib azoblanmasmikin? Menga bo'lgan ishonchi ham so'nib qolmasmikin? Bilmadim, Xudoyim, bilmadim. O'zing to'g'ri yo'lga boshla, Xudojon. Mendagi g'arib bandangni haq yo'liga boshla. Ertadan boshlab esa oyijonim ham boshqa badavlatlar kabi osobniyaklarda yashaydi. 5 qavatli hashamatli hovlining bekasiga aylanadi. Xudoyim, o'zing guvohsan. Mening onajonim endi hech qachon g'am alam ko'rmaydi. Odam qachongacha qo'rqib, pisib umr kechiradi? Qachongacha quzunlarga yem bo'ladi? Qachon xotirjam tortadi-yu, o'zi uchun ham yashaydi? Nega onamni Xudoni bergan kuni shunday ma'yus holda ko'raveraman? Qachon yuzlariga, lablariga tabassum yuguradi? Agar men uni shu dardlardan, bezovtalik va qo'rquv alam armonlardan xalos eta olmasam, nega dunyoga keldim? Tayyoriga ayyor bo'lib yashash uchunmi? Yo'q, bugundan e'tiboran mening onam 7 qavat ko'rpacha ustida o'tirib hayotning gashtini suradi. Oyijonimning dardlarini, tashvish yuklarini men yelkamga olaman. Tamom va salom. Nafisa ohista yurib kelib onaning ko'ksiga bosh qo'ydi-da, bir muddat sukutga soldi. Shu bahonada onaning yurak urishiga quloq tutdi. Uning yuragi hamon bezovta urar, ko'ksining allaqayerida bezovtalik hissi izg'irdi. Vujudining allaqayeri bilinar-bilinmas titrardi. Oyijon, bugun ham kafeyingizga qora niqoblilar bostirib kirdi, dedi Nafisa shivirlab. Qo'llarida uzun pichoqlari ham bor. Nima? Sen o'sha yerdamiding? Nasiba bu xabarni eshitdi-yu, turgan yerida sapchib ketdi. Nima qildi? U yaramaslar senga yomonlik qilib qo'yishmadimi ish qilib? Voy oyijonim-ey, dedi onasining oqargan sochlarini silab Nafisa. Boshqa odam bo'lsa darrov pullarni surishtirardi. Siz esa baribir meni qayg'urdingiz-a? Qaysi sayyoradan tushgansiz o'zi? Oyi,
Marsdanmi? Gapira qolsang-chi. Bu savollarga javob qaytarish o'rniga Nasiba qizining ikki bilagini siqimlab oldi. Birov yering lat yemadimi ish qilib? Nega lat yeyish kerak? Dedi Nafisa. Xuddi qizingizni bilmaydigandek so'raysiz-a? Uchala yaramasni ham militsiyaga topshirib yubordik. Pullarni esa kassaga qaytardik. Xavotir olmang. Menga hech kim jarohat yetkaza olmaydi. Hali unaqasi onadan tug'ilgan emas. Sen baribir ehtiyot bo'lginda qizalog'im, dedi Nasiba yig'lamsirab. Undaylarga ishonib bo'larkanmi? Orqadan kelib pichoq tiqib olsa nima qilaman men? Xo'p, mana bu yerga o'tiraylik. So'riga ishora qildi Nafisa toqati toq bo'lib. Qani, o'tirib olingchi. Juda yaxshi. Endi mening gaplarimga yaxshilab quloq soling, oyi. Quloq solasizmi? Nasiba farzandining bu qadar mehribonligidan yanada ko'ngli bo'shab ko'zlari yoshlandi. Quloq solaman, dedi Nafisani bag'riga bosib. Nima gaping bor? Aytaver bolam, aytaver. Ertadan boshlab hamma do'kon va sexlarni tungi klubgacha menga o'tkazib berasiz. O'zingiz ishga chiqmaysiz. Yetar. Shuncha ishladingiz. Umringiz ish bilan o'tdi. Xo'sh, nima topdingiz? Hech narsa. Agar mana bu almisoqdan qolgan 2 qavatli uyni aytmasa, hech vaqoyingiz yo'q. Odamlarga o'xshab kurortlarga bormaysiz. Tog'larga chiqib havo almashtirmaysiz. Men o'tgan haftagidek davlinangiz ko'tarilib azob chekishingizni xohlamayman. Nasiba qizining bu gaplarini jim tinglab turgach, qalbi yanada ko'proq faxr tuyg'usi to'lib, Nafisani qattiqroq quchib oldi. Lekin nimadir yodiga tushdimi, darrov qo'llarini tortib oldi va shosha-pisha o'rnidan qo'zg'alib bir qadam ortga tishlandi. Biznesni mening nomimga o'tkazing degandek bo'ldingmi? So'radi u Nafisaga alang-jalang boqib. 14-qism tugadi. Mana shu yerda qismlar almashinib ketganini ko'rgan bo'lishingiz mumkin va uning uchun uzr so'rayman va ertaga to'g'rilab mana shu yerdan davom etib ketamiz va to'g'rilab o'qib ketaman. Hayron qolmaysiz, keyingi qismda ham salgina mana shu oxirlari qo'shilib qolgan bo'lsa, to'g'rilab ketishga harakat qilamiz va bizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariyadagi Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib olishni unutmang. Barcha yangiliklar Telegram kanalimizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ertaga 9:00 da yangi qismni kuting.